Assalomu alaykum hammaga. Mana kanalimga, ya'ni Mazali taomnoma kanaliga xush kelibsiz. Hamma ko'rganida tandir non deb o'ylaydigan shunaqa yumshoqqina tandir non bilan birga bir o'xshab chiqadigan duxovkada pishiriladigan nonni bugun sizlar bilan pishirishni o'rganamiz. Ichlari xuddi paxtadagi yumshoq bo'lib chiqadigan, ushatganingizda shunaqa chandirday bo'lib uziladigan yumshoqqina non tayyorlashni o'rganamiz. Shunaqa mazali yumshoqqina nonimizni barcha sirlari bilan bo'lishib boraman video davomida. Avvaliga bismillah deb xamirimizni qorishdan ishimizni boshlab olamiz. Idishimizga 2 stakan iliq suv solib olamiz. 2 stakan suvimizni ustiga 1 osh qoshiqdan shakar, tuz hamda dro'jji solib olamiz. Hammasini solib olganimizdan so'ng oddiygina qoshiq yordamida shunaqa aralashtirib olamiz. Hammasini aralashtirib olganimizdan so'ng ustidan 3 stakan unni shunaqa elakdan o'tkazib solib olamiz. Unimizni ozgina-ozginadan solib olamiz, chunki xamirimiz bizga yumshoqqina holatda kerak bo'ladi. Agar xamir qattiq bo'lib qolsa, nonimiz ham qattiq bo'lib chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun oz-ozdan un solib, yumshoqqina xamir qilib olishimiz kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizda xuddi shunaqa xamir hosil bo'lishi kerak. Ozgina suyuqroq, qo'lga yopishadigan xamir hosil bo'lishi kerak va ustidan 50 ml yog' solib olamiz va uni yaxshilab zo'la holatga kelgunigacha aralashtirib olamiz, mushlab. Aytib o'tganimdek, agar xamirimiz qattiq bo'lib qolsa, nonimiz ham o'xshamay qolishi mumkin. Yumshoq bo'lmasdan pishgandan keyin sovutib qo'ysangiz, birpasda qotib qolishi ehtimoli yuqori bo'ladi. Shuning uchun suyuqqina, yumshoqqina xamir hosil qilishimiz kerak bo'ladi. Tayyorlab olgan xamirimizni yarim soatga oshirishga olib qo'yamiz. Yarim soat ichida bemalol pishib chiqadi. Yarim soat o'tgandan keyin xamirimizni olamiz. Xuddi shu retsept bo'yicha bizda 4 ta non chiqadi va 4 ta nonni yasab olishimiz kerak bo'ladi. Listimizga pergament qog'oz yoyib olamiz va boyagi xamirimizni teng yarmini bo'lib olib, undan 2 tagina zuvali yasab olamiz. Mana listimga faqatgina 2 tagina non siqqani uchun alohida ikkitasini pishirib olaman. Non yasayotganingizda zuvalani tekis qilib dumaloqlash eng muhim rol o'ynaydi, chunki nonimizning usti silliqqina chiroyli bo'lib chiqishi uchun xuddi shunaqa tartibda zuvalani dumaloq shakliga keltirib olishimiz kerak bo'ladi. Tayyor bo'lgan shu ikkita zuvalamizni listimizga non qilib yasab olamiz. Videoni yaxshilab diqqat bilan ko'rib olishingiz uchun ataylab videoni tezlashtirmadim, chunki non yasalishini diqqat bilan o'rganib olishingiz uchun. Shunaqa chiroyli qilib yasab olgan zuvalachalarimizni listimizning ustiga qo'yib, listda o'zida non shaklini yasab olamiz. Aslida non yasayotganda o'zingiz fantaziyangizga ham bog'liq bo'ladi. Turli shakllar berib, ili shaklini sal boshqacharoq qilib, yo'llariga kirtimlab berib non yasasangiz ham bo'ladi. Bu men Toshkentcha oddiy tandir non qilib yasadim, xuddi o'shanga o'xshatib. Sizlar o'zingizlarning fantaziyangizga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Xohlagancha shaklda yasashingiz mumkin nonni. Agar xohlasangiz, xuddi shu nonni retsepti bo'yicha baton non ham tayyorlasangiz bo'ladi.
Qaranglar qanaqa yasaganda shunaqa asal non bo'lib qoladi. Nonlarimiz pishganda ustilari yaltillab chiqishi uchun shunaqa tuxumdan foydalanamiz. Tuxumimizni unaqa yaxshilab aralashtirmasdan noniga aralashtirib turib, ustiga surib olamiz. Usti yana ham chiroyli va mazali chiqishi uchun shunaqa kunjutlarni ustiga sepib chiqsangiz ham mazza beradi, ham ko'rinishi rosa ham chiroyli chiqadi. Kunjutlarimizni sepib bo'lganimizdan so'ng nonlarimizni xona haroratida oshirishga qo'yib qo'yamiz. Faqat oshirayotganimizda ustiga salofan yopib oshirish mumkin emas, chunki salofan ustiga yopishib qoladi. Yopishib qolsa, bu nonimizning shakliga juda ham ta'sir katta bo'ladi. Shuni hisobiga ustiga tegmaydigan narsa bilan yopib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Men shunaqa ikkinchi listdan foydalandim. Shunda oshirishga yarim soat vaqt ketadi va ochganingizda hech qayerga listga tegmasdan tekisgina bo'lib, bir tekisda shunaqa oshib chiqadi. Ishib shunaqa bo'g'irsoqqina bo'lib qolgan nonlarimizni duxovkaga yarim soatga pishirishga qo'yib yuboramiz. Duxovkada pishirish jarayonida qarab turasiz, orqasini bir marta orada aylantirib qo'yasiz. Yarim soatdan so'ng esa nonlarimiz tayyor. Bundan-da foydali va mazali kontentlardan xabardor bo'lib turish uchun albatta meni kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Videoga like bosib, do'stlaringizga ham yuborib qo'yishni unutmang, chunki bunaqa nondan ular ham albatta tayyorlab ko'rishsin. Hammaga yoqimli ishtaha.